Hurmatli obunachilar, mana Qozog'iston qo'chqorlari 4,5 milliondan. Yo'q, bir joyiga 4 milliondan 4 milliondan o'tib berar ekan. Izi bor, 5 izi bor. Nomeri aytib. 99 lik 771 nol bor. Mana shu nomerga murojaat qilasizlar. Sizlar uchun 108 ta bor. Qo'yinglar. Bemalol qo'yinglar. Dastavkasi ham bor-a? Bo'ldi, 24/7 ishlaydi. Telefon qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, zo'rdan zo'r mana. Necha edi? 98 lik 364 364 1004 98 lik. Necha milliondan necha milliongacha? 6,5 million so'ramiz, silib beramiz. Ha, 6,5 milliondan so'rashayotgan ekan. Bemalol telefon qo'yinglar. Zo'rdan zo'r shotdi. Bemalol. Lekin menga yoqdi. Zo'r qo'yilgan, rosa boqishli qo'yilgan. Ertalar nechta edi? 40 tami, 50 tami? 50 edi. Ha. Mana shu qoldi 20 tacha. Telefon qo'yinglar obunachilar. Hurmatli obunachilar, mana kimga kerak o'zi murojaat qilasiz. Nech bilan bular? Asqaraga? Ha? 7 dan kami bor. Nomer telefon nomeri. Obligi 88 773 0702. Mana shu nomerga murojaat qilinglar mana. Afg'onlar ekan. Oq sotilmas ekan. 4,5 ga olingan, 4,000 ga. 4,5 da o'tdi ertalab. 2 ga oldsizmi? Ha, 28,5. Klienti bormi buni? Yo'q, murojaat qilinglar. Kechki bozor soatimizni 1:20 bo'libdi, 1:20. Hurmatli obunachilar, mana shu qo'ylarni mahalladan ukam tashab ketgan. Okey, olib borib bersiz bo'ldi ham. Men olib borib beraman deganman, bo'ldi. Telefon qo'rishadi, tanisa ham qovurishadi. Oddiy kuni osh bor dedi. Osh qanaqa osh bo'lishi mumkin? Albatta, ish bor dedi. Qanaqa ishi bo'lishi mumkin? O'shaning uchun harakat qilinglar, aldamasdan. Okey, oldim. Menga srochniy kerak desanglar, men ortmayman deyman. Bitta ikkita qo'y, masalan, bitta mashinada 10 ta qo'y olib ketamiz. Mana shu 10 ta qo'y bitta bo'laniki. 3 ta qo'y olsanglar, 3 ta qo'y, 6 ta emas, 6 ta. 4 ta bo'lsa 4 ta, addini qilib 10 ta qilib olib boramiz. Hammasini metkasini qo'yib, aralashtirmasdan olib borib beramiz. O'shanga harakat qilinglar, kelinglar, okey, mana shunaqa desanglar, to'g'ri kelsa o'zim olib borib beraman, to'g'ri kelmasa birovga ketaman. Men srochniy olib borish kerak deyman. Srochniy olib borib turgan. O'shanga bemalol murojaat qilinglar. Bizdan shu yordam. Boya 3 ta qo'y boylab qo'ydim hamtiki. Birinchi klientniki, u ham mahallaniki. Ammo akam ketyaptilar, akam bitta qo'y olib kelib shunday yoniga boylaganlar. Mana shu 3 ta qo'y turibdi, tasavvur qiling. 3 ta qo'y chiqarib turibdi, mana shu 3 ta qo'y chiqarib turibdi, yoniga shunday boylaganlar 4-chi qilib. Men ketganman, anaqam kelib, shopir kelib, mana shu 3 ta qo'y yechgan mana shu odam. Ko'rgan edi. 3 ta qo'y yechgan, ortib ketgan. Ana odam qidirib qo'ygan qo'yini. Nimaga? Bu yoqqa boylagani uchun. Keyin menga aytdi, men aka men bilmayman. Ne o'z boylaysiz dedim. Men o'zim joyimdan aytdim, mashqqa boylayman dedim. Siz kelib boylab olsdim. Aytmaysizmi, arqonni ham bir xildim. Bitta odamdan olib qo'yganlar arqonni. Qo'yib olishgan, bunaqa yunga olingan bir xil. Bitta quloqida metkasi bor ekan, o'shandan bilib qoldi. O'shanga harakat qilinglar. Qo'y olsanglar, boylasanglar, aytinglar, mashqqa boylayapman. Qarab turinglar deb. Tushunmovchilik bo'lmaydi, lekin unaqa qimmatdan yo'lkiraga tushmadilar. Prosta vaqtdan yutqizdilar bo'ldi. Qo'y olib borib almashtirib keldi bo'ldi. Mahallaga qo'y bor edi. Olib borib almashtirib keldi. Egasiga yetdim. Oka mana shunaqa bo'lib qopti dedim. Ozgina tushunmovchilik bo'lib tursa bo'ldi dedilar. 5 millionlik qo'yni ana nima qilib 7 millionlik qo'yni ortiq nima qilmasa dedi, tushunasizlar? 5 millionlik qo'y bu yoqqa ketib qolgan, 7 millionlik qo'y bu yerda qolib ketgan. Keyin aytdim olgan odamga, "Okaydim, bu yerda 7 millionlik qo'y qolib ketibdi, u yoqda 5 millionlik qo'y sizga o'tib ketibdi" dedi. Mana shunaqa qilib to'g'rilab yubordi. Yo'q, bermayman dedilar-da qo'yga. Tushuntirgandan keyin tushunishdi. Mana buni ortamiz, xudo xolasa. Sig'adi, sig'dirib yuboraman, och, ort.